Assalamu alaikum barlık Şarkı Türkistanlık kırandaşlarım. Hammanlarının uluq cuma günlerinle hayırlık bolsun. Bugünkü hem de söyleydiğin temimiz mustaqillik ruhimizden başlandı. Bazı afsuski bazı kırandaşlarımız hazırkıça düşmanımızın kim ekanligini tunuyamadık. Ve tunugan haldımı korkaklıkça teslim bulaş, teslimçilik yolunu tanlashqa milletni undayotidi. Bu nimeden başlanışdan burun bugünkü bir qisqa bir xabarni qilib qo'yay. Xitoy Kommunist Partiyasininki yer shari vaqt gazeti bugün Xitoy Türkiye'ni Sharq Turkistonga qarshi ko'rishini qo'llashga chaqirdi deb maqol chiqaribdi, xabar chiqaribdi. Xitoy Kommunist Partiyasi qonuniy bo'lgan yer shari vaqt gazeti Xitoy davlatining eng cho'ng qo'rqinchisini ro'shanlab ifodalabdi. Ya'ni eng cho'ng qo'rqisi Sharq Turkiston. Biz Xitoyga deydigan gapimiz, biz Xitoy terroristlarininki vatanimizdagi mustamlikasiga va zulmiga qarshi tinchlik ko'rishimizdan mumkin emas, asla vaz kechmaymiz. Hergizme vaz kechmaymiz. Xalqimizning mavjudligini saqlab qolish uchun, armay talmay mustaqilligimizni asli keltirish uchun qo'limizdan nima kelsa shuni qilishdan yonmaymiz va ko'rishimizni davomlashtiramiz. Hamda bugungi asosiy nuqtaga kelsam, mustaqillik ruhimizdan boshlandi. Men bu bugünkü nutqimni aldı bilen burunqi, yani sobiq Amerika prezidenti Ronald Reagan'niki 1964-yildagi so'zlagan nutqidan o'zini elib boshlashni xohladim. Shuning uchun qusur topmaysizlar, chunki meniki Uyg'urcham sal ojizroq, ammo o'zim inglizcha yozib qaytadan Uyg'urchaga tarjima qilgandim. Ronald Reagan efendim bunda degan. Biz tömür rishatining keynida qul qilingan milliard odamga har kim o'zinglarning joninglarni qutqizib qolish uchun erkinlik g'oyanglardan voz kechinglar. Biz sizlarning qullar g'o'jalaringlar bilan kelishim qilmoqchi deb bu qadar tushkun holda bexatarligimizni, erkinligimizni bomba tahdidlarga tegishib erisholmaymiz. Alexander Hamilton shundoq degan. Xatarga yuzlanishdan xo'rliqni avval ko'rgan bir xalq qulluqqa hozirlangan va shuningga loyiq bo'ladi debdi. Alexander Hamilton Amerikaninki bosh qurg'uvchilaridan birisi. Hamda ishlarni aydınlaştıraylı. Urush yoki tinchlik arsidagi talash munozir talab qilmaydi. Biroq tinchlikqa darrov erishadigan birdan bir yo'l, darhol erishadigan birdan bir yo'l taslim bo'lishdir. İnkar qilishga bo'lmaydiki, biz ergashgan taslim bo'lishdan boshqa barliq yo'lda xatar bor, lekin tarixning saboqlari eng cho'ng xatarni murassaga yushurganligini bizga aytib berdi. Mana bu ko'ngilchik liberal do'stlarimiz yuzlanishga red qilingan arvohdir. Ularninkisi tinchlik va urush arasida tanlash bo'lmagan, faqat qarshilik va taslimchilik arasida kelishtirgichi bazlash siyosati. Agar biz davomli kelishtirmachilik qilsak, davomli keyniga chekinib tugilib olsak, tabiiyki eng oxirida ultimatum talabiga ro'bero yuzlanamiz. Andinchu Nikita Khrushchev xalqqa javobini aytib bergan edi. Biz sovuq urushning besimidan chekinamiz va oxirgi ultimatum bizga tashlanadigan shu kun yetib kelganda xalab taslim bo'lamiz. Chunki biz u chaqda ruhiy, axloqiy, iqtisodiy jihatdan ojizlashtirib ketgan bo'lamiz.
Nikita şunda işinidi çünkü o bizning yani deydi her kandak bedel bilen tinchlikka erishish qizil o'limdan a'lo degan bahonalarimizni anglagan va yoki ma'lum bir tanqidchidek tik turib o'lish emas, tizinib yashashni xohlagan. Yani aramızdaki bunda kishilarmi bor? Buni mush yo'lni tanlashimiz kerak deyotgan. Buni shularga nima qilyapmiz? Urushqa tutashgan yo'l var çünkü o avazlar kalganlarımız üçün sözlemeydi. Siz ve men hayatını kulluk ve kişilerini bedelige tiyiş kidek bunçilik kıymetlik emeslikini, tinçlikninki bunçilik tatlık emeslikini bilimiz. Eğer hayatta iş nerse üçün ölüş erzimezse kaçandan başlap bu düşmenge yüzlenimiz. Ya ki Musa aleyhisselam Beni İsrail'ga Firavun'un kulluğunda yaşaverişini eğitiş gerek miydi? İsa aleyhisselam Kristni red kılışka gerek miydi? Konkurt köverkedeki vatanperverler kurallarını taşlap ot etişini red kılış ve dünyaya şunda kurtuluşu gerek miydi? Tarihinin kahramanları ahmak emez. Natsitlerinin ilgirilişini tutuş için canlarını bergen şereflik ölümler ve şehitler bekar ketmedi. Ondakta tinçlik yol kaçan kayar. Tinçlik yolu kaçan kayar da. Cevap asli adliydi. Keçirim surayman, meni Uygurçam aciz boğalık için imkılatıman. Siz ve düşmanımızga şundaq aytishga jur'at qilamiz. O'tmaydigan bir bedel bor. O'tolmaydigan bir bedel bor. Ular bo'sishga bo'lmaydigan bir ular o'tishga bo'lmaydigan bir chek bor. Mana bu Barry Goldbergning ki kuchdan tinchlik chiqadi degan so'zining ma'nosi. Winston Churchill aytgan: İnsanların takdiri maddi rikabetler bilen ölçenmeydi. Dünyada büyük güçler hareketine kelgende biz hayvan emas ruhlar ikenlikimizni bilip yedimiz. Vakit ve boşluk emmesi özgürüvatıdı. Zaman ve makanda halıgan bir narsa var. Yaxşı köreyli körmeyli o buruçtur. Siz ve benim takdir bilen bir kısmetimiz var. Ve bizning Sharq Turkiston xalqininki mu taqdiri bilan bizningki bir qismatimiz bor. Ve Reagan efendim davom qildiki, avlodlarimizga yoki insoniyatga oxirgi umidini qoldiramiz ve yoki ularning ming yillik zulmida oxirgi qadamini ilishga mahkum qo'yamiz. Buni 1964-yili Sabık Amerika'nınki prezidenti Ronald Reagan efendim ta o vaqtda o'zi Kaliforniya shtatınınki valisiydi, yazgan edi. Ve bizninki hem de asasını nokta kelsak, bizmi Ronald Reagan efendim aytgandek hammalarga shundaq deyman. Özümüz ve ailelerimizdkilerinin canini qutqizib olish uchun mustaqillik g'oyamizdan voz kechib yoki tilga almay turib bizni qul qilgan rezil kuch bilan kelishishni xohlaymiz deyish orqali Sharq Turkistonda navbatda qul qilingan necha 10 million xalqimizga shu qadar büyük hainlik qilib bexatarligimizni va erkinligimizni bitish qilinish tegishib erisholmaymiz. Aramızdaki kiliştirmeçilik, halkımızın takdirini burulmalaş, devletimizin müstakilliğe karşı durduğun güçlerge teslim buluş siyaset arkalık bilip turup ve halap turup halkımızda mengülük ölümge iteklep kitivatkan kişilerimiz var. Mana muş kiliştirmeçilik siyaseti devletimizni tiz çöktürüp bizni kullukka düçar kılgan edi. Öz vaxtdaki
ecdatlarımız bu şu 100 yılın içindeki absüs bazı aramızdaki kiliştirmiş ecdatlarımız muş yola sapkaydı bizne. Muş günü çıkıp koydu. Muş günne şularning sebebinden tatıyoruz. Şularning hatalıqını tatyapmiz. Mustaqilligimizni qo'ldan berib qo'yganimiz uchun ota-bobolarimiz oldingi asrda bugun biz to'layotgan bedellarni yenik bo'lgan bedelni to'lashdan ko'z ko'rib, ko'z qo'rqib, xato qarorlarni chiqarganlik uchun mana bugungi yiltizidan qirilishga bosursa kelib qoldik. Biz saddılarca düşmanlarımızın yalgan vədiləri bilen tatlıq sözlərə aldanıp qaldıq. Bu düşman eyni şu bizning ulug' ecdadımız, atımız Bilgi Hakan 1300 yıl burun ilgiri agahlandırgan düşmanның özüydi. Barlıq vatandaşlarımni akıl közümüzni açışqa, tariximizni bilishga chaqiraman. Eğer biz tariximizden habersiz kalsak, ruhimizni yuturup koymayız ve kelgüsümüzni karar kılanmayız qarindoshlar. Yana devlet kurup özümüzni idare kılanmaydiganligimizni aytadiganlarmi bor? Hakikaten devlet kurup bakmagan, devletçilik enisi yok milletler ve halklar devlet kursa idare kılanmasligi mümkün. Mesela bizge en tunuş Xitay Müslümanları yani Tungallar var. Lekin biz Uygurlar ve Şarkı Türkistanlıklar 6000 yıldan aşkın şanlıq tariximizni qarasak tarihteki biz kurgan devletler emas imparatorlarını kadimi medeniyetimizni ve yakınki iki mustaqillik mustaqil Şarkı Türkistan Cumhuriyetimizni unutup qilingan o'xshaydi. Qorqinchidan silingan Xitoylarning faxrlanadigan sepiliga qaranglar. Uning nimishqa silinganligini unutdinglarmi? Ecdatlarımız tarixda qurulup bakmagan, qurup tarixda ko'rilib bakmagan imperiyalarni ve devletlerini qurganligini insonlardan chiqib ketdimi? Kechirim so'raysizlar meniki. Siz aynı kimni taqay. Büyük Uygur İmperiyası, Kiroren ve Tarim Hanlığı, On İmperiyası, Kuşan İmperiyası, İdikut Uygur Handanlığı, Karhanla İmperiyası, Yerkent Hanlığı, Şarkı Türkistan Devleti, 1. ve 2. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti şu. Ecdatlarımızınki dünya medeniyetine her kandak halktan köp büyük töp qo'shganligini unutdinglarmi? Qog'ozni kim yasab chiqdi? Kim ijod qildi? Mabbatni kim ijod qildi? Xitoy bor kuchi bilan yoshirayotgan hozirgi Şiandagi piramidlarni kim soldi? Ecdatlarimizni unutdingizmi yoki düşmanning kimligiga o'z kimligimiz deb qabul qilishni xohlayotamsiz? Ve yoki düşmanninki qani bilan aralashib ketdingizmi? Türkiye Cumhuriyeti qurg'uvchisi Mustafa Kemal Atatürk bundoq aytgan. Hayotlik ve erkinlik uchun adaqi qurbanlik bergan xalq yengilmaydi degan. Abduxoliq Uyg'ur atimiz bir asrga yaqin burun chaqirgandek biz pek uzun uxlab etgan bu uyqudan uyg'onishga chaqirman. Kichkib qilishdan burun uyg'onayli aziz qarindoshlarım. Uyg'onib düşmanni tunayli. Uyg'onib mustaqilimiz qarg'a elingan bizga qarshi ideya jangini tuyayli. Çünkü mustaqillik ideyasiga aramızdaki bazı kişiler orqali Xitoyning bazı g'alchillar orqali Xitoy bizga ideya urushi e'lon qildi. Psikolojik urush e'lon qildi ve ep beryapti. Milletninki mustaqillik irodasini yo'q qilish uchun, Sharq Turkistonninki mustaqillik irodasini tamamen yo'qotish uchun bizga mustaqillik kerak emas.
biz devlet başqaramaymiz, onu qılanmaymiz, bunu qılanmaymiz deb bazı lamzellilarni aralashib qolgan qeni buzuq ba'zi narsalarni o'tirg'i chiqarib qo'ydi. Özümüzmü düşmanimizni tunuganda endün düşmanni g'olib qilamiz. Özümüzni azat qila olamiz aziz qarindoshlar. Ba'zilar deydi, ko'pchilikni qurol elib urush, ba'zilar deydi, ularning quroli bor, kuchi bor, tankisi bor, bombasi bor, aqchi ko'chi deb bizni qo'rqib soladi. Men sizlarni aziz qarindoshlarim, qurol elib urushga da'vat qilmoqchi emas. Hazır biz qilayotgan urush menga kontrol qilish urushi, psixologik urushi, ruhiy urush. Öz mingimizni dushmanga egilmay, o'zimiz kontrol qilish uchun kurash qilishinglarni chaqiriq qilaman aziz qarindoshlarim. Dushmanninki psixologik urushiga qarshi urush qilishinglarni chaqiriq qilaman aziz qarindoshlarim. Sharq Turkistonni qayta qurish arzuyimiz Xitoyni qo'rqitayotgan nuqta. Shuning uchun bugun Echiq Xitoyniki Xitoy Kommunist partiyasiniki gazeti Türkiye'ni Sharq Turkistonga qarshi jangimizga yordam qil deb nim qilyapti. Uyg'urlar uchun emas, yoki diniy erkinlik uchun emas, yoki nimaga qarshi emas, yoki zo'ravonlikqa emas, Sharq Turkistonga qarshi urushimizga yordam qil Turkiya deb Turkiyadan yordam talab qilyapti Xitoy. Xalqimizning g'albi yiltiz tortgan bu arman delil bizning Xitoyning assimilyatsiyasi urinishlarni va qirg'inchiliklarini hayot saqlab qilgan edi. Bizningki mustaqillik arzuyimiz bizni mushkunga saqlab turadi. Agar bizningki mustaqillik arzusimiz bo'lmagan bo'lsa, biz hozirgacha Xitoylashib ketgan bo'lardik ba'zi kishilardek. Xitoylashib ketgan ba'zi kishilardek. Xitoyni o'ttirayotgan dal mush g'oya, biroq baxtga qarshi xalqimiz ishlardagi ba'zi xalqimizni dushmanning qushxonasiga yetlab ketyapti. Murassa yo'liga menish orqali o'zini xalqning lideri deb tunutishga xohlaydigan ba'zi ahmoq insonlar bor. Martin Luther King apandim bundaq degan edi. Davomliq yumshoq fikrli kishilarning tarbiyalab chiqadigan bir xalq yoki madaniyatlik jamiyat o'z ma'naviy o'limdan muddatga bo'lib setilib oladigan bo'ladi degan edi. Ya'ni yumshoq Xitoy bilan moslashib turadigan odamlarni biz lider deb saylab olsak yoki og'isidan og'a geçsak, biz o'zimizning o'limimizni setib olgan bo'lamiz qarindoshlar. Tarixdagi eng cho'ng harbiy liderlarning biri bo'lgan Napoleon Bonaparte mundaq degan: 100 shirdan qo'shin tashkillab itni bosh qilsangiz, shirlar har qanday urushda itdek o'ladi. Ammo 100 itga shirni bosh qilsangiz, hamma itlar shirdek ilishidi degan. 100 pasajib qutatqi birlikte shundaq degan. Bo'laversa itqa ko'r bosh arslan bo'lar, itlar hamma arslan simon. Agar bo'lsa it u arslonga bosh, bo'lar arslan ham itga hamon. Shuning uchun aziz qarindoshlar, biz itlarning oqisidan mangmayli, itlishib ketmayli aziz qarindoshlar. Xitoy tarixdan buyon bizni bo'rilarning avlodi deydi. Shuningga men Sharq Turkiston xalqini chaqiriq qilaman. Bo'rdek armas, talmas botir bo'layli. Qiyinchilikqa yo'liqqanda dushmandan qo'rqmayli, qo'rqaq bo'lmayli. Chunki bizning qanimizda qo'rqaqlik bizning qanimizda bo'lgan bir narsa emas. Bizning millatimizning ichida qo'rqaq degan bir narsa yo'q edi. Ta boshqa millatlarniki, xoinlarniki va düşmanimizningki qani aralashib ketgani qadar. Biz bo'ri bo'layli, qo'y emas. Biz urzoq tarix bor, bir faxrlik bir xalq, faxrlik bir millat.
6000 yıllıktan aşıdan tariximiz var. Muşunçalarla qattiq badalga to'laganddan keyin mustaqilligimizni qozonishga munosib qilamiz. Hech kimning ta'tirsini so'zlab berishga ta'tirsini so'zlab millatni qaydirishga haqqi yo'q va buningga yo'l qo'ymanglar. Bizniki davlat boshqarmaymiz, biz undaq qilib boqmagandik, bundaq qilib boqmagandik degan g'alchilarninki, ezib ketgan qini buzuqlarninki aqsini agashmanglar aziz qarindoshlar. Muhaciretlikler xuddi xalqimizningki murassa yo'lga, yo'qolish yo'lga boshlashni orzu qildigan muhaciretlikler xuddi xalqimizningki murassa yo'lga, yo'qish yo'lga boshlashni orzu qildiganlar bilan atalarimiz va atalarımızın ataları tutgan Sharq Turkiston mustaqilligini qayta qurishdan iborat to'g'ri da'vo yo'lini davomlashtirib mangallardan tarkib topgan bir ailega o'xshaydi. Prezident Lincoln mundaq degan: "O'ziga qarshi bo'lingan uy mavjud bo'lolmaydi" degan edi. Shuningga xalqimizni bilib o'tmoqchi bo'lgan va mustaqillikdan mustaqillik o'tini o'chirmoqchi bo'lganlarning yomon yo'lidan, shaxsiyatchiligidan yanishga chaqiraman. Agar ular haqiqiy Allohdan qo'rqadigan bo'lsa. Amerikaniki turji prezidenti general George Washington xo'shish nutqida mundaq so'zlagan: "Sizlarning yolg'on vatanparvarlardan aga bo'lishinglarni so'rayman" degan edi. Bizning aramizda ba'zi o'zini vatanparvar, xalqimizning manfaat uchun kurash qilayotgan deguvchilar bor, buni ko'rib turyapmiz. Biroq ular xalqimizningki mustaqillikka ochiq oshkora va kuchli qarshi turyapti. Ochiq oshkora qarshilik turyapti. Mustaqillik yo'limizni, ajdodlarimizning yo'lini qarshilik turyapti. Davlatimizni qarshilik turyapti. Mavjudligimizni saqlab tura oladigan bir narsa qarshi turyapti. Va bizningki xalqimiz afsus ularning aqsidan, ularning yilmikillariga aldinib agishib ketib boramiz. Biz xalqimizni ularningki saxtpazlikini tunishiga chaqiriq qilamiz. Ve biz bularningki saxtpazlikini tunishimiz shart. Kişilik hukuk bunu deyimiz aziz qarindoshlar. Siyosiy hukuklarımız bo'lmaganda inson haqlarimizni, kişilik hukukimiz bo'lmaganlikdan bizga mustaqillikdan boshqa yo'l yo'q. O'zininki xalqiga demokratiya, kişilik hukuk bermagan dushmanimiz Xitoy tarixdan buyon necha ming yillik dushmaniga kişilik hukuk, inson haqlari beramdi aziz qarindoshim. Buni o'ylashib boqayli. Addi bir küçük balımı bunu bilaleydi. Seni tamamen yo'qotib, qirib yo'qotib tugitayman deyotgan dushmandan marhamat tilamda aziz qarindishim. Shulardan kishilik huquq talab qilamdik. Kishilik huquq biramdi ular. Kishilik huquqimizni, boshqa erkinligimizdan bir narsalam saqlay oladi. U bo'lsa davlatimiz. Davlatimiz bo'lsa hamma narsamiz bo'ladi. Mustaqilligimiz bo'lsa hamma narsamiz bo'ladi. Kishilik huquqimiz bo'ladi, diniy erkinligimiz bo'ladi, boyligimiz bo'ladi, hamma narsamiz bo'ladi aziz qarindishim. Bu bir oddiy hukm, lekin aramizda yana murassani, taslimchilikni, umidsizlikni shivirlatganlar bor. Ular dushmandan qo'rqishni, dushmanning bek kuchli ekanligini, bombalar, qurollik borligini o'yitdi. Biroq buni unutmaylik, bizningki o dushmanning bombasidan, armiyasidan, nupusidan, sonidan eng muhim bir narsa bor bizda. U bo'lsa bizningki haq taraftarimiz bor. Allah bizning tarafda, haq bizning tarafda. Xalqimizning orzusi, qattiq irodasi bor. Ajdodlarimizning miros qolgan avloddan avlodga davomlashib kelgan botir qinimiz bor aziz qarindoshlar. Shuning uchun ularniki tank mankillari,
kuralları, bombalarıga bizge ötmeydi o. Ütenmeydi aziz qarindoshlar. Bizni mag'lub qilolmaydi o. Amerika prezidenti Donald Trump mandaq degan. Hech qandaq g'oya cho'ng emas. Hech qandaq raqobat buyuk emas. Kelgusimiz uchun erishmoqchi bo'lgan hech narsa yetkisiz emas dedi. Ve bu adamın nurgunla Amerikalıkla qarlaydı. Va bu saran aqçı kökçü prezident bo'lmaydi, unda qılanmaydı, bunda bulanmaydı deb hazır Xitoyga eng qarshi turayotgan mush prezident Trump Amerikanın tarixida Xitoyga qarshi prezident Trumpdek bir prezident bo'lmadi. Xitoy qarshi tura olgan, Amerikani kuchlantira olgan, vatanparvarlikni rag'batlantira olgan bir prezident chiqmadi tarixcha hozirgacha. Amerika'nı güllendirip atkan Prezident Trump'taki bir prezident çıkıp bakmadı. Ve yani şu Xitay'ını yok kılımen, Komünist Partiyasını ve düşmanınki tehditini yok kılımen davatkan yani şu Prezident Trump. Ve aramızdaki bazı lamzeller, bazı şahsiyetçiler, bazı kişilik hukukçu deydik Allah Xitay taraftarları Prezident Trump karşı çıktı. Prezident Trump akçı kökçü dep. Aziz qarindoshlar, biz ergiz bel koyup etmeyli. Siz bitmeyli. Dünyanın çoğu imperiyasından birisi kurgan Büyük İskender, yani İskender Büyük mandaq degen. Sınaydıganlar üçün mümkinsiz iş yok degen. Yani devletimizni asli keltirish mümkinsiz emas. Devletimizni boshqarmaslik mümkinsiz emas. Bazı Tungallıdek biz Tungallı devlet boshqarib bakmagan bilan biz Şarkı Türkistan halkı tarixdan buyan 6000 yıllıktan aşkan tariximizden buyan hazırgacha nurgun imperiyalar devletlerini kurup boshqarib keldik. Dünyanın en büyük imperiyası deb bilingan Çingiz Han'ınki büyük Mongol imperiyasını boshqarganlar yani şu bizning ajdodlarimiz aziz qarindoshlar. Çingiz Han'ga ustozlik qilgan yani bizning ajdodlarimiz aziz qarindoshlar. Bunu unutib qolmaylik. Martin Luther King yana mandaq dedi. Örlük hiç qachon zalim tarafidan özlikidan berilmaydi o. Onu çokum izilgenler talep qilish kerak degan. Biz Xitoydan bir narsani Xitoy bizga demokratiya beramikin, kishilik huquq beramikin, kirishini to'xtamikin deb ham xiyolda bo'lmayli. Biz o'zimizni haqqimizga ega chiqqan chog'da biz san qarshi turamiz, biz asla voz kechmaymiz yo'limizdan, davlatimizni mutlaq asli keltiramiz. Seni qo'g'lab chiqiramiz ey terrorchi Xitoy, ey ishg'oliyatchi Xitoy va uniki yerlikchi işbirlikçileri dep nim qilsak, onundan biz g'alaba qila olamiz qarindoshlar. Shuningga men xalqimizni izchil bo'shashmay Sharq Turkistonning mustaqillikni asli keltirishini talab qilishga chaqiriq qilaman. Tiz yuksak voz kechsa, tizimizni yeb voz kechsak ajdodlarimizningki va davlatimizningki mustaqilligiga erkinlik üçün kurash qilgan şehitlerimizningki, neçe milyonlab şehitlerimizningki ve aqimizdagi bayrağımızga ve kelgusimizdagi avlodlarimizga, milletimizning kelgusiga ve insoniyatga xiyonat qilgan bo'lamiz aziz qarindoshlar. Shuning uchun aziz qarindoshlar, inson bo'lish sifatimiz bilan haqsizlik ve musibetke qarshi turishni burchimiz deb asosliq qilishlarni chaqiriq qilaman. Aziz millatim, aziz xalqim, qo'rqmayli, umidsizlanmayli. Murassaniki shivirlashayotgan murassa deb pishirayotgan kishilarniki qini buzuqlarniki quloq solmayli.
unda qınımızlıqlarga, özünün kimligini unutup qalğanlarga, təslimçilərə qulaq salmaylı aziz qarindaşlar. Ular düşmanımızın qançalik kuchlik təsvirlişidən yoki ularning qancha qurol bo'lishidan qat'iy nazar erkin va mustaqil xalq bo'lib yashashga qat'iy niyat qilsak, biz ularning ustidan g'alaba qila olamiz va ular bizni mag'lub qilolmaydi aziz qarindoshlar. Buni unutib qolmaylik. Tarixni nazar serib bakınlar, tarixi nazar serib bakınlar. O Xitoyniki bombaları, nimelleri o biz için bir puyan, bir tiyin, hiç narsa qilolmaydi bizni. Ruhimizni yo'qotib qo'ymasaqlam, kimligimizni yo'qotib qo'ymasaqlam, mustaqil bo'lish irodamizni yo'qotib qo'ymasaqlam, biz mutlaka yaqin aldığımızdaki zamanda, yaqin aldığımız yıllarda biz devletimizni asla keltiramiz. Bunu hammadan bilsin. Yana bazılar şöyleship, Xitoy unda kuchlik, bunda kuchlik, Xitoy anda qilyotdi, manda qilyotdi. U yerni boshqarammaymiz, bu yerni boshqarammaymiz. Tungallar boshqarammagan bilan biz Uyg'urlar boshqaramiz, biz Sharq Turkistonliklar boshqaramiz, boshqarib keldik. Ensirmang, biz Tungallarga davlatimizni ta'tirib qo'ymaymiz va yoki boshqalarga davlatimizni ta'tirib qo'ymaymiz. Aziz qarindoshlar, düşmanımız Xitoy bizning jismimizni turmaga tashlashni mumkin, biroq turmaga tashlab qo'yishi mumkin. Biroq ruhimizni ishkenji qilsimi, ruhimizni yo'qotolmaydi. Mustaqillik irodamizni o'ltirolmaydi. Büyük Amerika generali George S. Patton mandaq aytgan. Shunday aytgan. Urushlar qurollar bilan bo'ladi, biroq insonlar bilan yengadi. Kazangan zafer ergeç güçlerinin ve liderinin ruhidir. Şunun için aziz qarindoshlar, biz lamzella teslimchilarni aqsidan mangmayli. Ularninki teslimchilarniki Xitoy parastlarning aqsidan erishib Xitoydan qo'rqib, unda qilib ketmayli aziz qarindoshlar. Çünkü Xitoy bizden qo'rqidi. 1,5 milyard Xitoy bizden qo'rqidi. Xitoyning sepili qaranglar, faxrlanib ketib sepili saldiq deb nima qiladi? Nima uchun u saldi u sepirni? Çünkü bizning ajdodimizning qo'rqib saldi. Nima uchun necha ming yil burun avval salgan piramidlarni Xitoy yushiryapti? Çünkü bizningki madaniyatimiz, bizningki tariximiz o Xitoyniki 5000 yillik tarixidan uzun tariximiz var. Kuralı yok, tümü təsik iddiyadan qo'rqayotidı Xitoy. Janglar kural bilan yengilmaydi aziz qarindoshlar. Janglar ruh bilan yengildi qarindoshlar. Ruhimiz mustahkam bo'lsa biz yengib chiqamiz va mutlaka yengib chiqamiz. Shuning uchun aramizdagi millatni bilman da'vatqanlar, millatni o'limiga yo'l agishtirib o'limiga olib borman da'vatqanlar darhol yolundan vazgeç. Derhal yolundan vazgeç. Çünkü hazır tövbe kıysan belki millet seni keçirim kılışı mümkün. Ama sen bizim yolumuzdan tutanmaysan. Devletimizden biz pat yakında kurumuz ve şu vakta Şarkı Türkistan'ın sotesini dünyanın ne kaçkan bolsan, ne kayıs bulungan kıysan Şarkı Türkistan halkı seni tipip ekkiledi o ve sot arqılıq Şarkı Türkistan'ın sot arqılıq seni cazalaydı. Xalqara sot arqılıq seni cazalaydı. Milletini ölümge yitekleme. Eğer hakikaten işin ağırsa milletke mustaqilliqin yolunu tosma. Eğer hakikaten işin ağırıp kesse. Kulundan bir jinayet qılanmasa qıçıp ağzın atılların, akılların mustaqillik diyemeysen yoki Sharq Turkiston diyemeysiz, jim qilib qoni qisib o'tda og'zimni buzib etdim. Jim o'tda tushkunga chirvelab aşağıda. Burun nima ish qilayotgan bo'lsang, shu ishingni davom qilaver. Ammo millatimninki irodasini sundiraman deb
suiqasd qilaman deb urinma. Chunki sen buni yengolmaysan. Bu urushni, bu psixologik urushni seninki milyonlab, milyardlab Xitoy akıllaring, dadıllaring, tuqqanlaring yengiyanmaydi. Nima uchun yengiyanmaydi deb biraymi? Chunki o zamin bizningki, Sharq Turkiston xalqininki, Tunganninki, Xitoyninki va yoki boshqa narsaninki emas. Birinchisi, ikkinchisi bizningki haq taraf biz. O bizningki tuproqimiz. Tarix biz bilan, haq biz bilan va xalqimiz biz bilan. Bizningki mustaqillik irodamizni qanchalik tirishsangmi yo'qotolmaysan. Buni bütün Xitoylarga da'vataman va aramizdagi Xitoylashib ketgan lamzalli go'ylag'imni da'vataman. Ahirda aziz qarindoshlar, dushmanni tunimgan kishilarga aniq bo'lsinki, bizning dushmanimiz Xitoy Kommunist partiyasi ve devletimizni davomliq mustamlika qilishni, xalqimizni qulluq qilishni, qirg'in qilishni xohlaydigan va xalqimizning davlatimizni qayta qurish ko'rishiga qarshi turadiganlar bizning dushmanimiz. Meyli kommunist bulan, meyli boshqa narsa bulan. Agar davlatimizniki mustaqilligimizni qarshi tursangiz, bizningki xalqimizniki irodasiga qarshi tursangiz, siz bizningki düşmanimiz. Bunu bilib qo'ying. Sobiq Amerika prezidenti John Kennedy mandaq degan: "Har qanday xalq bilib qolsin, bizga yaxshilikni tilasin yoki yomonlikni tilasin. Biz har qanday bedelni to'lab, har qanday mas'uliyatni ustimizga elib, har qanday qiyinchiliklarni yengib, har qanday do'stni qo'llab, har qanday dushmanga qarshi turib, o'rlikimizni g'alaba qildiramiz." Buni bilsin. Bizmi Sharq Turkiston xalqi? Meyli birisi bizga yaxshilik tilasin, meyli yomonlik tilasin, biz har qanday bedelni to'lashga hozir va to'laymiz. Har qanday mas'uliyatni ustimizga olamiz. Har qanday qiyinchilikni yengib chiqamiz, har qanday do'stni qo'llaymiz, har qanday dushmanga qarshi turamiz va o'rlikimizni, mustaqilligimizni g'alaba qildiramiz. Buni bilib qo'yinglar. Eng ayg'ı deydigan gapim aziz qarindoshlar, ushbu Ramazon kunlarida ulug' Allohdan, ulug' Xudodan, ulug' Tangridan xalqimizni birlashtirib berishini, ilmimizni, g'ayratimizni, kuchimizni ziyoda qilishini, o'z qudrati va erkin dunyodagi Xudodan qo'rqadigan davlatlarning yordami bilan vatanimizdagi mustamlikini oxirlashtirish kurashimizni davomlashtirib, Sharq Turkiston Cumhuriyetini qayta qurishga yordam qilishini tilayman. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin aziz qarindoshlar. Hargiz umid uzmanglar. Hargiz dushmanlarniki tehdidiga, dushmanlarniki sayisidan, gipidan, yeni-mikillerden qo'rqmanglar aziz qarindoshlar. Dushmanlarniki bombalardan, qurollardan, aylıpırından, başqa narsadan qo'rqmanglar aziz qarindoshlar. Chunki o dushmanniki aylıpırından, bombasidan ulug' bir narsa bor bizning tarafimizda. O bo'lsa Alloh bor aziz qarindoshlar. Haqqoniyat bor aziz qarindoshlar. Va bizningki ulug' ajdodimizdan qolgan, to'mirimizda eqiyotgan botur ruhi bor aziz qarindoshlar. Biz mutlaka yakın kelgusida devletimizni asla keltiramiz. Buni hech kim to'xtatmaydi. Aramizdagi xoinlar to'xtatmaydi, 1,5 milyard Xitoy to'xtatmaydi. Va Xitoyninki do'stlari, akillari, ach-singillari to'xtatmaydi. Buni bilinglar. Onanki atom bombalari to'xtatmaydi. Biz g'alaba qilamiz. Şunun için aziz qarindoshlar, davomlilik bilan, izchillik bilan Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirishdan, qo'linglardan nima ish kelsa shuni qilishinglarni chaqiriq qilaman. Tinchlik yo'l bilan davomlashishinglarni chaqiriq qilaman. Va mustaqilligimizdan asla voz kechmasliginglarni chaqiriq qilaman aziz qarindoshlar. Allah bizga
yar ve yar yülek bolgay. Allah emmenglarniki ulug' Ramazan günlerini ve rozalarını kabul kılgay. Ve bu Ramazan günlerde Şarkı Türkistan'daki roz tutanmayatkan, Şarkı Türkistan'da izlivatkan aziz qarindoshlarimizni unutup kalmaylı aziz qarindoshlar. Ularga dua qilib qo'yaylik aziz qarindoshlar. Milletimizningki birlashishni, xalqimizning birlashishni, davlatimizning asli kelishini uchun duo qilaylik aziz qarindoshlar. Düşmanlarningki, xoinlarningki yer bilan yakson bo'lishini duo qilaylik aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum.